Assalomu alaykum xalqim. Nukusdan ulkan jigitlar kelib turibdi. Sochli shashliklarni o'zini olib kelib rahmat aytishimiz deb aytdim. Hammangiz uyingda to'y bo'lsin deb. Assalomu alaykum og'alar. Xudoyim uylaringizda to'y bo'lsin, xudoyim yaxshi kunlarda o'tirg'aysa. Xudoyim hamma uyda yaxshi ovqat qaynag'ay. Men shashlikni o'zim berdim-san. Xizmatdan qalaysan, yaxshimisan? Uylaringizda to'y bo'lsin. Xalqimning uyida to'y bo'lsin. Dasturxon to'g'ri hech kim hajatda hajmama bo'lib qilaylik hammamiz. Ne deysiz? Zo'r. Молодец. Shunday to'y palovlar, hashlar, shashliklar zo'r tayyorlangan ekan. Rahmat og'a. Klientingiz ko'p bo'lsin. Amin. Ilayim bundan da yaxshi to'y palovlar istay berib nasib etaversin sizga. Hammamiz uyida to'yda sizga ham sovg'a qilaylik. Zo'r. Rahmat. Zo'ralar qilaylik. Shu Nukusdan aytib kelgan uchun sizga qilaylik. Sizni ko'rib kedik deb keldik og'a. Xalqim menga hammadan kelyapti, hammaning ichida to'y bo'lsin deb to'y palovchilarni yaxshi qilib. Ochamiz, xudo qalsa ochamiz. Hammaning ichida to'y bo'lsin deb to'y palovchilarni yaxshi ko'radi.